Infeksiya homila bo'lishiga ta'sir ko'rsatadimi? Sizlar ham juda ham ko'p eshitgansizlar. Homila tushibdi, infeksiya bor. Homila bo'lmayapti, infeksiya sababli. Infeksiya to'g'ridan to'g'ri homila bo'lishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Ta'siri bo'lsa ham maksimal 15%, 10% ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu infeksiyalar sizda ham bor, menda ham bor, o'sha sizni tekshirgan vrach o'zida ham bor. Har bir insonda infeksiya bo'ladi. Faqat bu infeksiyaning konsentratsiyasi, miqdori pastroq uxlagan holatda bo'ladi. Shamollash natijasida ichkiliklar, chekish, zararli odatlar hamda noto'g'ri jinsiy aloqa oqibatida u infeksiyalar jadal rivojlanishda, ya'ni uyqudan uyg'onishni boshlaydi. Bevosita emas, ya'ni to'g'ridan to'g'ri homila bo'lishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Ayollarda infeksiya hisobida turbada yallig'lanishlar, turbada yiring suv to'planishlari kuzatiladi. Bu homila bo'lishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin, lekin to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatmaydi. Xuddi erkaklarda ham shunaqa. To'g'ridan to'g'ri ta'sir spermaning soniga ta'sir ko'rsatmaydi. Prostataga ta'sir ko'rsatadi. Prostatadagi shamollash hisobiga tuxumda yopishqoqlik va undagi leykositlar paydo bo'lishni boshlaydi. Ba'zi holatlarda bu ham homila bo'lmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun azizlar, to'g'ridan to'g'ri hech qachon infeksiya homila bo'lmasligiga yoki kichkina srokda tushib qolishiga ta'sir ko'rsatmaydi.